ina bu yerda turishim kerak. Bo'ldi. Egaligi bilan bizlarga yoqdi. Emas, bo'ldi, o'chir. Zengin mengin bo'ldi. Ikkimiz ham ko'rib turibmizmi? Bektemir eshik korxonamizda faqat temir eshik va darvozalar emas, hozirgi kundagi trenddagi termoyoddiz eshiklari hamda akfa-oynalarimiz ham ishlab chiqarilmoqda. Xorazm viloyati Bog'ot tumani Paxtaobod mahallasi Jumoy akamizning aqtig'i Asadbekning xonadonida termoyoddiz eshiklarni o'rnatib berganmiz. Shu xonadonimizning egalarining fikrlarini eshitsak. Assalomu alaykum. Bizlar Bektemir korxonasidan oyna eshiklarimizni butun uyni oyna eshiklarini montaj ettirdik. Bektemir korxonasi bilan maslahatlashgan holatda biz termoyoddiz eshiklarni qoldirdik va Bektemir korxonasi bizlarga shuni aytdiki, sovuqni tashqarida, qulaylikni ichkarida qoldiring degan holatda termoyoddiz eshiklarni tavsiya etdi va biz bu eshiklarni qo'ydirdik. Chunki termoyoddiz eshiklari ham mustahkam, ham himoya yaxshi, ham shovqinni kamaytirish xususiyatiga egaligi bilan bizlarga yoqdi. Bektemir korxonasidan biz termoyoddiz eshiklari va akfa oynalarini xarid qilgan holatda tanlovda adashmaganligimizga ishonch hosil etdik va biz bu korxonani hammaga tavsiya beramiz.